Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yasomonti tumani Qorsoqol mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, 1 dona eshik, 2 dona fortishka olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, Zalato YouTube profilidan bo'ldi. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tamiz. Qadrli obunachilar, razmerlari xo'p, birinchi romimiz enlari 20 cm, bo'ylari 70 cm. O'rtadan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Nihoyatda tiniq go'zal bo'lib chiqdi. Keyingi romimiz razmeri enlari 1.30, bo'ylari 70 cm. Bunga ham bitta o'rtadan ochilish qo'yib berganmiz. Eshikning razmeriga to'xtaydigan bo'lsak, eshikning razmeri enlari 1.10 bo'lyapti, bo'ylari 2.40 cm. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'ldi. Yorog'iga borib tushuntiraman, qadrli obunachilar. Mana o'zlaring e'tibor beringlar, penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. 10 cm dan qochirib, nihoyatda go'zal bo'ldi. Oynalariga to'xtaydigan bo'lsak, bir qavat yodvi oynalarni qo'yib berganmiz. Mana mustahkamligiga bitta e'tibor beringlar. Xo'p, keyingi ikkinchi romimiz ham penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqilgan. Buni ham oynalari yodvi, hammasi bekami ko'z chiroqli bo'ldi. Eshiklariga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, mana taylariga o'zlaring ko'ringlar, taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berganmiz. Buni ham penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Ruchkalariga e'tibor beringlar. Ruchkalari ko'p kalitli kraf ruchkalarni qo'yib berdik. Ruchkalari nihoyatda mana qo'lga to'ladigan, ushaganda ham mana ushaganda ham nihoyatda mazza qiladigan ruchkalarni qo'yib berdik. Choklariga e'tibor beringlar. Choklari hamma yo'g'i bekami ko'z keldi. Ochilib yopilganda to'ralar tomoni ham baravar ochilib yopilyapti. Rezinkalargacha dalchi akvan o'zining rezinkalarini qo'yganmiz. Xo'p, buni oynalariga to'xtaydigan bo'lsak, oynalari mana pastlariga yodvi evrikani qo'yib berganmiz. Tepasiga yodvi prostoy oynalarni qo'yib berdik. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichki tomondan ko'rinishlari eshigimizni o'zingiz ko'rishlaringiz mumkin. Shohid bola ham poylayapti tashqaridan. Xo'p, pastlariga mana o'zlaring ko'ringlar. Pastlariga 35 lik padagonlarni qo'yib berdik. Mustahkamligiga e'tibor beringlar. Bemalol odamni chiqsa ko'taradigan qilib, delfin ruchkalari E+ petlalarni o'zini qo'yib berganmiz. Ichki tomondan ko'rinishlari. Ikkinchi romimizga ham 35 lik padagonlarni qo'ydik. Baquvvatligi, xo'p, plus akvani o'zini logotiflari, delfinlarigacha ochilib yopilishlari hamma yo'g'i bekami ko'z bo'ldi. Xo'p, fotishkalarga to'xtaydigan bo'lsak, fotishkalari enlari 80 cm, bo'ylari 40 cm dan 2 dona fotishkasini qo'yib berganmiz. 2 dona fotishkasini qo'yib berganmiz. Bo'yimiz yetarmicha? Iloji boricha sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana o'zlaring ko'rishlaringiz mumkin. Qach mexanizmlarini qo'yib berdik. Yarim 45 gradusda ochilyapti. Chechitlari ozgina qilyapti, qadrli obunachilar. Hamma yo'g'i bekami ko'z bo'ldi. Xudo xolasa, eski lentimiz zakaz bergan edi. Narigi eshiklarni ko'rsatamiz. Nari tomonda eshiklarni ham 1,5 oy oldinroq qilgandik. Xo'p, enlari 1.30, bo'ylari 1.70 cm. Buni ham bitta o'rtadan ochilish qilib berganmiz. Oynalarni yodviy qo'yib berganmiz. Eshiklarni Fosiljon yopib yuborgan. Eshiklarni yopib yuborgan. Mana eshiklarga e'tibor beringlar. Eshiklarni ham razmerlari 1.10, bo'ylari 2.40 cm. Buni ham pastlarini yodviy evrika, E+ tepalarini yodviy prostoy qo'yib berganmiz. Uni yonida bizdan boshqa insonga eshik-rom qildirgan ekan. Mana o'sha enlarni o'lchab ko'rdik. O'sha enlari 220 cm, 90 talik bir dona eshik qo'yib bergan. Eni 90, bo'ylari 2 metr qilib eshiklarni qo'yib bergan. Taylariga mana plastmassalarni birda qo'ygan ekan. Yaxshi endi bo'ladi, endi nima desa bo'ladi. Bu liniyalarni iloji boricha bir xil qilib o'tkazib yuborish kerak edi. Endi ustani aybdor hisoblamaymiz, iloji boricha yomonlamaymiz. Xo'p, qadrli obunachilar, bu yonida o'zimiz qilib bergan enlar 1.30,
bo'ylab 1.70, tepasini 2 ga bo'lganmiz. Pastlarini qadrli obunachilar 3 ga bo'lib, bir dona o'rta ochilish qo'yib berganmiz. Uni yonida yana bir o'ngga, mana bu o'ngga 240 sm pastlarini yodiy evrika, tepalarini yodiy qilib qo'yib berganmiz. Bir dona mana shu oshxona kirish rom eshigini boshqa insonga qildirgan ekan. Ishi yoqmadi, xullas uyda egasiga qisqa qilib aytganda. Mana penalarga e'tibor beringlar. Oldingi ishlarimizni, bu ham penalari haligacha mana kesilgani yo'q. Boringki 1,5 oy qilingan ishimiz. Buni ham taylarga 35 li paragonga qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar. Mana buni ham choklariga e'tibor beringlar. Choklari hamma yo'g'i bekami ko'z kelganda, qadrli obunachilar. Buni ham ruchkalarga e'tibor beringlar. Ruchkalari kira ruchkalarni qo'yganmiz. Qo'lga udobniy, nihoyatda go'zal bo'lgan. Yonidagi boshqa bir inson qilingan ishni ko'ringlar. Ruchkalar nima deyapti? Aynagacha mana yomonlashmas, aynalargacha detonasiya beryapti. Shunga jichi e'tiborli bo'lsa, har bir inson ishiga nihoyatda go'zal bo'lardi. Chokiga e'tibor beringlar. Choki ham liniyani man qaranglar 5 sm ko'tarib qo'ysa, nihoyatda go'zal chiqadi. Buni taylarni alyumin karton qilib, oldingi ishimiz ham mana taylarni alyumin kartondan qo'yib berganmiz. Mustahkamlikka e'tibor beringlar. Qadrli obunachilar, nihoyatda go'zal bo'ldi. Xo'p, sizlarga endi qiziq joyi Farg'ona viloyati Yazovon tumani Qorsoqol mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, bitta 2 ta rom, plus 1 dona eshik, orqa tomonda 2 dona fortishkasini olib kelib o'rnatib berishimiz 5.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Bir qavat yo'diviy oynaga. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon aka bizni kuzatib olinglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda